Tushunmadim. Alo. Alo. Nima deysiz? Tushunmadim. Boshqatda aytib bering. Men Toshkent shahridan Facebook kompaniyasidan sizga aloqaga chiqyotgandim. Xo'p. Tabriklayman. Aynan bugun sizni raqamingiz 3260 raqamingiz kompaniyamiz tomonidan o'tkazilgan 20 sovg'alar to'plamiga ega bo'lgan. Sizga kompaniyamiz mahsulotlari bo'yicha 20% pul imkoniyati taqdim etilgan. Hisob. Men omadli raqam bo'lib chiqdim sizlarda hozir, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Omadsiz bo'lganimda qancha edi, omadli bo'lganimda qancha bo'ldi? Raznisasi qancha? 1,5 million edi. 1,5 millionini menga chiqarib yuboring shuni. Karta tashiyman sizga. Men hozir omadim keldi-ku, to'g'rimi? Aha. Omadim keldi. Shuni menga chiqarib yuborishingiz kerak. Agar chiqarmasangiz, birovni haqqini yegan bo'lib qolasiz-da siz hozir. Sababi meni omadim keldi-yu. To'g'rimi? Shuni siz sirazi menga chiqarib yuboring, meni haqqimni yemang siz. Birovni haqqini yaxshi oy, yaxshi kunda yeyish yaxshi emas. Ha, demak hayit keladi. Hop, akajon, siz tushunmayapsiz. Qarang, Yo'q, men sizni tushundim, qarang. Men omadim kelib yutib oldim, to'g'rimi? Omadli inson bo'lib chiqdi meni nomerim, to'g'rimi? Omadli inson bo'lmaganimda qancha edi? Omadli inson bo'lganimda qancha bo'ldi summa? Oradagi raznisasi bor. 1,5 million deyapsiz raznisani, to'g'rimi? Shu 1,5 millionni men yutgan 1,5 millionni chiqarib yuboring menga. U meni haqqim-da u. Birovning haqqini yemang siz endi, menga sirasi chiqarishingiz kerak-da uni. To'g'rimi? Yozing kommentariyada, meni haqqim mag'ru, hozir norasdan haqqini yeb turibdi bu.